10 gektar joyda baliq yetishtirar ekan. Toshkentda 40 ming gektar deydingizmi? 4 ming gektar maydonda baliqchilik bor ekan. 1 gektardan bir 30-40 ming dollar daromad qilsa bo'ladimi? Bemalol tekinga maslahat beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun Quyuchirchiqqa kelganmiz Dilmurod akani fermalariga. Bu yerda akamiz 10 gektar joyda baliq yetishtirar ekan. Shundaymi aka? Shunday. Aka, men hozir hayron qoldim. Shu Toshkentda 40 ming gektar deydingizmi? 4 ming gektar. 4 ming gektar. 4 ming gektar maydonda baliqchilik bor ekan. Aka, mana juda ko'pchilik chet elda ishlab yuribdi yoki qaysi biznesga pul tikishni bilmaydi-da. Baliqchilik biznesiga pul tikmoqchi bo'lsa, o'rtacha shu 1 gektardan boshlamoqchi bo'lsa, qancha sarmoya bilan boshlasa bo'ladi? Misol uchun yaxshi bir tajribali odam bilan sherikchilikda yoki ustoz shogird sifatida boshlaydigan bo'lsa, qanaqa daromad olsa bo'ladi bu biznesdan? Endi baliqchilik sohasida 1 gektarga o'zi intensiv bor, polintensiv bor, mahalliy oddiy boqish usuli bor. Intensiv usulda 10 ming donagacha sazan baliqlarini tashab yetishtirsa bo'ladi. 1 gektar joyga. 1 gektarga, ya'ni 500 gram, 600 gramlik sazan tovoqlarini tashab, o'shani 4 oy, 5 oy mobaynida boqib, 3 mahal yemini berib, как положено qarasa, yaxshi daromad olsa bo'ladi. Masalan, 10 so'm tiksangiz, 17 so'm, 18 so'm qilib olsangiz bo'ladi. Misol uchun 1 gektar joyga nechta baliq tashlasa bo'ladi? Bu degani 10 ming dona sazan, zog'ora balig'i, ya'ni 1000 dona tassulub oq baliq hisoblanadi. Qo'shib birga. Do'ngpeshona balig'i. O'zini hammasini bir-biriga chambarchas bog'liq joyi bor. Sazan masalan yem yeydi, tassulub suvni tozalaydi, amur balig'i mana bu o'tlarni tozalab beradi. Asosan sazanga e'tibor beramiz. Yem yeydigan sazan, boyagi dori, amofos dorisi bilan, ya'ni tassulub do'ngpeshona baliqlarni oziqlantiramiz. Amurlar ham yemaydi, o'tlar bo'lsa, boyagi qamishlarni o'rib beramiz. Ular takka, unga rasxod kerak bo'lmaydi demoqchiman, ya'ni. Asosan kuch sazanga beriladi. Sazonga qaratiladi. Tassulub o'zi o'sadi. 10 mingta tashaladigan bo'lsa, 10 mingtani 4 oy baqqanimizdan keyin necha kilo bo'ladi uni vazni? 500 gramlik baliq tashlasangiz, 120 kun, 130 kun davomida balig'imiz 1,5 kilodan 2 kilogacha bo'ladi. 1,5 kilo. Kichkinasi 1,5 kilo bo'ladi, tepasi 2,5 kilogacha bo'ladi. 1 gektar joyga qancha rasxotimiz ketadi? Shunda misol 1,5-2 kilo bo'lguncha. Necha gramlik baliq solib, o'sha paytdagi mavsumda baholar qanaqa o'zgarib turadi-da, mavsumda baholar. 40 ming so'mdan 70 ming so'mgacha chiqadi. Mavsumda. Arzonroq olsangiz yutasiz, qimmatroq olsangiz ozgina rasxodingiz ko'payadi. O'rtacha uni o'tirib, qanaqa hisob-kitobini qilib chiqish kerak bo'ladi. 1 gektardan bir 30-40 ming dollar daromad qilsa bo'ladimi? 1 gektardan masalan 10 ming dona baliq tashladingiz deylik. 10 ming dona baliq 500 gramlikdan bo'lganda 5 tonna baliq bo'ladimi? O'shani 4% 200 kilo bo'ladi. Yem, bir kunda 200 kilo yemni bo'lib beriladi 3 mahalga. Endi 10 ming dona baliqdagi 5 tonna tashladingizda, какой-то miqdorda koeffitsiyentida yem berdingiz, 10 ming donani 2 kilo qilsangiz 20 tonna baliq bo'lyapti. Masalan, 5 tonna baliq 20 tonna bo'lyapti, to'g'rimi? Sizga o'sha 1 gektarga masalan 20 ming, 30 ming tiqdingiz deylik. Например, endi buni hisob-kitobi bor, o'zining jadvallari bor. Qiziqqanlar bo'lsa masalan jadvallarni tashab beramiz, yo'l yo'riqlarni o'rgatamiz, xolisona, qiziqish bildirgan insonlar, mana shu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa beramiz. Xullas 60 dan 70-80% gacha tashab beradi. 60 dan 80% gacha tashab beradi. Demak, yana bitta savolim bor, haligi ko'pchilik intensiv qilib xonadonlarda ham baqishni boshlayapti-da. Undan ham daromad yaxshi deyapti. Bunga qanday fikr bildirasiz? Unda ham bo'ladi, lekin hajmi oz bo'ladi-da. Hajmi ozroq bo'ladi. Endi qanchalik ob'yom katta bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha riski ham, daromadi ham kattaroq. Endi asosan uyda boqayotganlar boyagi o'zlari uchun boqib ko'ryapti, kelajakda masalan kattaroq yer olib qilmoqchi bo'lganlar ham shunaqa probaga qilayotgan bo'lishi mumkin. Avval uyda kichkinaroqdan boshlab turib, o'zini haqiqatan shu biznesda davomini ko'radigan bo'lsa, ko'pchilik shunaqa o'rganib, keyin katta joylarga arendaga olib boqyapti. Aka, sizdan mana misol uchun shu biznesga kiraman deydigan odamlar kelib, so'rab maslahat olsa bo'ladimi? Bemalol tekinga maslahat beramiz. Rivojlantirsin masalan. Mana Dilmurod aka o'zlari aytayapti, nomeringizni bersangiz bo'ladimi? Mayli, beramiz. Nomerini pastga yozib qo'yamiz, bemalol o'zlariga telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, so'rab olsanglar bo'ladi. Maslahat bo'lsa, hamma avtokarmushka, yem, baliqlarni baliqlashtirish, hammasiga o'sha sohada shug'ullanamiz, hammasidan xabarimiz bor. Jonim bilan yordam beraman. Rahmat aka. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.